Bu til. Bu taraf joh qismlarini, pasini olib tashlashgan. Akamiz hozirda gapira olmaydilar. Taomlanishlari ham shu zo'm orqali taomlanadilar. Deyman, operatsiya bo'lganlar, lekin kutishyapti yana operatsiyani. Lekin bir kunda hozirda mablag' sarflanayotgan mablag' 500 mingning atrofida. Tasavvur qiling, 3 yildan beri hozir shu holatda turibdilar. Qarang, tillarini osilib turishni, bu holatlarini ko'rib, to'g'risi men dodda boryapman, chidamayapman do'stlar. Ko'p gapirmaylik. Akam, o 200 dollar bir inson bemorlar uchun deb ehson bergan edilar. Sizga shu joyi shet. Iltimos, imkoningiz yo'q bo'lsa xijolat bo'lmang, videoni tarqating, bitta like bosing. Nahot shunga yaramaymizmi? Musofirlarimiz, tadbirkorlarimiz, hammalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu sinovni Alloh sizga, bizga berishi ham mumkin edi. Post qilib joylanmasiz. Bitta story qo'ying, iltimos. Karta raqamlar o'zimiznikini qo'yyapmiz. Bir haftada akamiz bilan yana inshaalloh yuzlanamiz. Shu siz sahilar, ehsonlaringizni olib kelib topshiramiz.